Hammaga hello. Welcome to my channel again. O'zimni yoshligimda Katya Klep, Maria Way ko'rardim-da YouTube'da, o'shalarga o'xshab his qilyapman. Это уже моё второе YouTube video va bugun sizlar bilan shaxsiy moliya, pulimni qanaqa qilib rejalashtiraman, global moliyaviy maqsadlar qo'yish haqida va 1 yillik, 1 oylik maqsadlarni yozib chiqish va pulingizni qanaqa qilib to'g'ri taqsimlashni, rejalashtirishni haqida gapiramiz. Videoni oxirida esa Q&A session bo'ladi, ya'ni sizlarning savolingizga javob beraman. Videoni boshlashimdan oldin обязательно obuna bo'lib qo'ying, like, kommentariy, shunda meni motivatsiyam undan ham ko'payadi. Bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Вот. Hozir bu yerga ham kartinkasini qo'yaman. 19-year human life in years. 90 yosh odamning hayoti yillar davomida. То есть ko'ryapsizlar, agar eng zo'r случай oladigan bo'lsangiz, to siz 90 yoshgacha yashab o'tasiz, bu sizni butun hayotingiz. Sizni butun hayotingiz shunaqa kichkina A4 formatidagi qog'ozchaga sig'adi. Как вам такое? Bu 90 yoshli odamni oylab, oyda hayoti. Bu esa bitta odamning haftaga bo'lganda butun hayoti. То есть tushunasizlar, qanchalik sizni hayotingizda vaqtingiz kam, hayotingizni yashab o'tish uchun, hamma qilgan orzularingizni, niyatlaringizni ro'yobga oshirish uchun qanchalik vaqtingiz sizga kam. Biz o'ylaymiz, что vaqtimiz ko'p. Na samом деле, mana shunaqa qog'ozchaga qaraganingizda, siz ko'rasiz, что blin, shunaqa tez o'lib ketamanmi deb o'ylaysizda. Hammangizga tavsiya qilaman, shu narsani print qilib, o'zingizlarni xonangizga osib qo'yinglar va sizlarda har kuni o'zingizlarni oldingizda reminder bo'ladi, что siz qayerga qarab ketyapsiz, orzularingiz, maqsadlaringizga ko'p tezroq intilish uchun sizda maqsad turadi va ko'rib turasiz shuni har kuni. Что vaqtingiz borgan sari kamayib boryapti. Yo'lga ham qo'yaman va Telegram kanalimga ham shu hamma table'larni tashlab qo'yaman. O'zingizlar uchun print qilib olsanglar bo'ladi. Telegram kanalimning havolasi bioda qoldiraman. 25 yoshingizdan примерно boshlab 65 yoshlaringizgacha siz butun hayotingizni ko'p qismi ishlaysiz, karyerada o'tadi. Va keyin уже 65 yoshdan keyin retirement, pensiyaga chiqib ketasiz. Pensionerlar unaqa ko'p pensiya olmasligini hamma biladi va bu komfort hayot uchun yetmasligini ham bilasizlar. Va bizani hozir maqsadimiz moliyaga o'tishdan oldin maqsadimizni tushunib olish. O'zi nima uchun biz pul topamiz va uni taqsimlayapmiz. Kim meni Instagramdagi videolarimni ko'rgan bo'lsa biladi, shunaqa narsa bor, FIRE movement deyiladi, ya'ni financial independence, retire early. Moliyaviy mustaqillik va erta pensiyaga chiqish. То есть bizani shuncha yil ishlab, karyera qurib, pul topishimizdan maqsad nima? Во-первых, конечно, komfort hayot yaratish va keyin pensiyaga chiqqaningizda komfort hayotda yashash, hech kimdan muhtoj bo'lmasdan независимый bo'lish. Va siz pensiyaga именно 60 yoshingizda chiqish kerak degani emas. Agar sizda достаточно kapital bo'lsa, passivniy dohod uchun yetarlicha kapitalingiz bo'lsa, komfort hayotingiz uchun siz даже o'z yoshingizda ham pensiyaga chiqib ketsangiz bo'ladi. Даже 25 yoshingizda ham chiqib ketsangiz bo'ladi. O'zingizga passivniy dohod yaratib qo'ysangiz va shu passivniy dohod sizni oylik xarajatlaringizni qoplasa. Просто так выживать qilish uchun pul topish emas, balki komfort hayot yashash uchun va o'zingizga yoqqan narsa bilan shug'ullanish uchun pul topib kapital yaratish. Shu bizning maqsadimiz. Undan keyin men oldim o'zimga butun hayotim uchun strategiya yozib oldim. Вообще men shunaqa strategy freakman desam bo'ladi. Planner freak. Hamma narsani plan qilishni yaxshi ko'raman, strategiya tuzishni yaxshi ko'raman. Ham любой narsa uchun, dietami, blogmi, finansimi, любой narsaga va bu aslida to'g'ri narsaligini bilaman. 1 yil uchun reja tuzmaysiz, butun hayotingiz uchun reja tuzasiz. Moliyaviy maqsadlaringizni yozasiz. Keyin esa 1 yil uchun, 3 yil uchun, 5 yil uchun, 10 yil uchun va butun hayotingizga. К вам такая чашка милая. Это мне подарила моя подружка Finance Saudat. И так дальше qaraymiz. Первая финансовая цель глобальная у меня вот в ближайшие годы это магистратура, xorijda magistratura qilish, kvartira sotib olish, xonadon sotib olish, uchastka sotib olish, yer sotib olish и так далее. Yozgan narsam bu sayohatlar, minimum yiliga 2 marta borish, это minimum. FIRE, pensiya deb yozganman, pensionный fond. То есть уже yoshim katta bo'lganda pensiyaga chiqqanimda meni qanaqadir kapitalim bo'lishi uchun pensionniy kapitalga уже hozirdan boshlab sekin-sekin ozginadan уже yig'ishni boshlash kerak. Va keyingi yozgan narsam это ребенок. Da, men o'ylaymanki, любой narsani siz oldindan plan qilib, o'zingiz uchun tushunib olishingiz kerak. Sizga pulingiz yetadimi bu narsani qilishga? Chunki bola bu juda katta mas'uliyat. Bu degani, особенно onada mas'uliyat ko'proq bo'ladi. Chunki siz bu bolani yaratasiz. Hammamiz bilamiz, что adilida va erkaklarda bolaga nisbatan привязанность kamroq ancha onalarga qaraganda. Shuning uchun men o'ylaymanki, qizlar va ayollar bola tug'ishdan oldin полностью tushunish kerak, что hamma mas'uliyat ularni yelkasida. Hamma xarajatlariga o'zingiz pul to'la olasizmi? Shuni bilib, bolani rejalashtirishingiz kerak. Chunki erkak kishi bugun bor, ertaga yo'q. Siz bilmaysiz nima bo'lishini va 100% unga operatsiya qilib va 100% unga ishonish bu noto'g'ri strategiya deb o'ylayman.
Agar kim bilsa, Irina Hakamadani ham gapi bor. Рожайте столько детей, сколько вы можете вырастить в одиночку. Va man sun'iy intellekt orqali o'zim uchun shu hamma finansoviy maqsadlarimni yozib, примерно narxini oldim va hozir внимание, bitta bolani tug'ib, o'stirish uchun qancha pul ketadi deb o'ylaysizlar? Mani podshyotlarim bo'yicha yaxshi komfort hayotda, yaxshi bilim, yaxshi universitetlarda bilim berganingizda, shunda bolani начиная с подготовки к беременности до 18 лет $180 ming ketar ekan. Qaylaysizlarga bunaqa informatsiya? Endi o'ylab ko'ringlar, sizlar bola xohlayapsizlarmi yo'qmi? Конечно же, buni hammasini ayol kishi bitta o'zi qilmaydi, ikkita partnyor orasida bo'linadi. Но все равно, допустим, уже oldin aytib o'tganimdek, мы должны быть готовы ко всему, к любому исходу событий. Va, допустим, erimizga nimadir bo'lib qolganda, o'zimiz bolamizni обеспечить qila olishimiz kerak. Shuning uchun men shunaqa расчет qildim va bitta bola uchun $180 ming kerak bo'lar ekan. Так, желание выходить замуж и заводить ребенка резко отпало desam. Va menimcha bu eng kuchli motivatsiya qizlar uchun. Agar siz o'zingizni bo'lajak bolangizni успешный, yaxshi maktab, litsey, universitetga borishni xohlasangiz, yaxshi klinikalda davolanishni xohlasangiz, yaxshi ovqat yeyishni, yaxshi kiyimlar kiyishni siz уже hozirdan o'zingiz ustingizda ishlab rivojlanishingiz kerak. Bu лично mani globalniy maqsadlarim. Sizda boshqacha bo'lishi mumkin. Допустим, mashina olish, коммерческая недвижимость olish, boshqa davlatlarda недвижимость olish и так далее. Bot orqali mana bunaqa menga tablitsa qilib berdi. Bu yerda hamma maqsadlarim, summa, срок, сколько лет копить, сколько нужно, там взнос в месяц и так далее. Shu hammasi yozib chiqilgan detalni. Keyingi bosqich global maqsadlarimizni aniqlab olib yozganimizdan keyin, moliyaviy struktura qilib olganimizdan keyin уже более kichkinaroq срокка o'tamiz. То есть bu yil uchun maqsadlarimiz. Sun'iy intellekt sizga yordam berishi mumkin. То есть 10, 20, 30 yil masofasida shu maqsadlarimizni bo'lib chiqamiz. Например, 5 yildan keyin men o'zimni kvartiramni olmoqchiman, tam 10 yildan keyin shuncha kapital yig'moqchiman deb. Bundan keyin ближайший yilimiz uchun moliyaviy maqsadlarimizni yozib olamiz. То есть 2026 yil uchun moliyaviy maqsadlarim. Birinchisi, shuncha million pul yig'ish. Ikkinchisi, moliyaviy yostiqcham uchun shuncha pul jamg'armada bo'lish. Men bu narsalarni o'zimni yaratgan jadvalimda yozib chiqaman. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. 1 yil uchun skop olingan bu yoqda va bu yoqda 1 yilda qancha ishlatdingiz, qancha pul topdingiz, shu hammasi 12 oy uchun statistika qilib ko'rsam bo'ladi. Bu jadvalni olish uchun menga Instagramga direktga plan so'zini yozing va sizga keladi. Jadvalni narxi bitta obed narxi примерно, lekin bu jadval sizga butun hayotingiz uchun kerak bo'ladi. Va bu jadvalni sotib olganingizdan keyin sizni privatniy kanalimga qo'shib qo'yaman. Erta esa men eksklyuzivniy informatsiya ham joylayman. Общий доступga qo'ymagan informatsiyamni, ya'ni Instagram, общедоступный Telegram kanalimga qo'ymagan informatsiyani birinchi bo'lib sizlar bilib olasizlar. Masalan, O'zbekistonda hozirgi holatga ko'ra eng foydali omonatlar va pulni, moliyani to'g'ri boshqarish, rejalashtirish uchun eksklyuzivniy layfhaklar va sovetlar ham yozib boraman. Bu jadvalni qanaqa qilib ishlatish uchun to'liq instruksiya ham bor bu kanalda. Bu jadval 3 ta tilda bor: o'zbek tili, rus tili va ingliz tilida ham mavjud. Keyin esa 1 yil uchun moliyaviy rejalarimizni yozib olganimizdan keyin 1 oy jadvalimizni ochamiz. Ya'ni bu yerda hamma 12 oy uchun hamma oylani jadvallari mavjud. Hozir mart bo'lsa, mart stranichkasini ochamiz. Ko'rib turganingizdek, men уже ozgina заполнить qilishga ulgurganman. Mart уже tugayapti. Давайте men sizga aprelni ko'rsaman, hali заполненный emas. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu yerga ham men прикрепить qilib qo'yaman. Значит, hozir moliyaviy rejamizni boshlaymiz. Bu jadvalni qachon ochishingiz kerak? Minimum oyda 2 marta ochamiz. Oyni boshida o'zimizni kelajak xarajatlarimizni va daromadimizni rejalashtirish uchun va oyni oxirida oy tugagandan keyin hamma daromadimizni, xarajatlarimizni полностью hisoblab, полный kartinkasini ko'rish uchun. Конечно, oy o'rtasida va даже har kuni ishlatsangiz ham bo'ladi. Telefoningizga Google Table yuklab olib, o'sha yerda ham yozib borsangiz bo'ladi. Bu jadvalni endi ochganingizda nimadan boshlaymiz? Chap tarafda ko'rib turganingizdek, moliyaviy audit bor. То есть bu yoqda maishiy sektordan boshlab tablichkani заполнять qilishga boshlaymiz. Ya'ni chap tarafda aktivlar va majburiyatlar bor. То есть общий sizda qancha hayotingizda aktivlar bor, shularni yozib chiqamiz. Aktivlar bu nima? Aktivlar bu sizga pul olib keladigan qanaqadir manbai. Masalan, cash, nalichka, aksiyalar, omonatlar, oltin, ko'chmas mulk, dividend, obligatsiya va hokazo. Bu narsalar sizga pul olib keladi, shuning uchun aktiv deb hisoblanadi. Undan keyin majburiyatlaringiz, ya'ni qanaqadir kredit, ta'lim, kredit karta, avtokredit, рассрочка va hokazo. Oxirida tagida sizda sof qiymati chiqadi. То есть sizda umumiy qancha pulingiz bor? Siz minusdamisiz hozir, plusdamisiz yoki noldamisiz? Shuni ko'rsangiz bo'ladi. Moliyaviy auditni to'ldirganimizdan keyin daromadimizga o'tamiz. Bu yerda hamma daromad manbalaringizni yozib chiqsangiz bo'ladi va oxirida umumiysini ko'rasiz.
Keyin doimiy xarajatlar va o'zgaruvchan xarajatlarimni yozaman. То есть doimiy xarajatlar bu agar siz ijarada yoki ipoteka bo'lsa yozasiz. Men ota-onam uyida turaman. Slava Bogu hozir bunaqa rasxodim yo'q. Kommunal to'lovlar, internet uchun to'lov, mobil telefon tarifi va hokazo. O'zgaruvchan xarajatlar bu har doim har xil bo'ladi va siz bu xarajatlarni regulirovka qilsangiz bo'ladi. То есть men bo'lib chiqdim produktiga отдельно yetkazib berish dostavka va ko'chada restoranda ovqatlanish отдельно yozib chiqqanman. Undan keyin napitki vне дома, ya'ni kofe yoki matcha odatda olaman. Shunga qancha ketqizdim? Transport va taksiga men uncha ketqizmayman, chunki o'zim mashinamda yuraman. Bir xalada moykaga ketqizishim mumkin va benzin qo'shishga, slava bogu, men elektrokar tanladim. Sizlarga ham maslahat beraman. Benzinga ko'p pul ketmaydi, chunki oldin benzinda yuradigan mashina haydaganimda benzinga juda ko'p pulim ketib qolardi. Вот, go'zallik, sog'liq, допустим, o'yin-kulgi, kiyim, uy-ro'zg'or buyumlari, для дома, да, va hokazo. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda ikkita qismi bor: byudjet va hozirgi holat degan joyi. Bu nimaga kerak? Byudjet tablichkasini siz oy boshida o'tirganingizda, o'tirib zaполнять qilayotganingizda, shu byudjet joyiga yozib chiqasiz. Bu oy qancha xarajatlar siz rejalashtirdingiz? Bu narsaga, bunga rejangizni yozasiz. Va oy oxirida hozirgi holat degan joyiga тоже yozib chiqasiz. Na samом деле, endi hammasini sanab, na samом деле qancha ketkazganingizni yoki topganingizni. То есть va oxirida siz shu farqini ko'rsangiz bo'ladi. Siz qancha rejalashtirgan edingiz va na samом деле qancha pulingiz ketib qoldi. Va уже keyingi oy siz o'ylaysiz, tak, bu oy слишком overspend qilib yubordim. Bu narsaga, значит, keyingi oy men pulimni ko'proq tejashim kerak. Bu kategoriyada. Va допустим, men o'zimga limit qo'yaman. Допустим, bir haftada 2 marta eating out qilish, ya'ni ko'chada ovqatlanish. Bir oyda, то есть 8 martadan 10 martagacha там kofe olish, допустим, da, agar shunaqa limit qo'ysangiz, shundagina siz shu limitdan chiqib ketmaysiz va kontrol qilib turasiz o'zingizni xarajatlaringizni. Bu oy men o'zimga limit qo'ydim. Faqat bir oyda 4 marta kofe olish, kofe yoki napitka olish, 4 marta dostavka zakaz qilish va 4 marta ko'chaga chiqib ovqatlanish. No, men ozgina уже bu limitdan chiqib ketdim menimcha. Yana oy oxirida o'tirib sanab chiqishim kerak. Va siz уже ko'rishni boshlaysiz, pulingiz qayerga oqib ketyapti ko'proq и shuni kontrol qilishni boshlaysiz. Undan keyin pastda obunalar degan section bor. Bu yerda, допустим, qanaqadir podpiskalaringiz bo'lsa, ilovani premium versiyalarini sotib olgan bo'lsangiz, например, menda iCloud bor. Har oy 3-4 dollardan to'layman. Yandex Muzikaga to'layman. Sport zal men bu yerga emas, majburiy, то есть doimiy xarajatlarga kiritib qo'yganman. Sport zal, допустим, agar har oy to'lasangiz, shu yerga kiritib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ilovalar, например, men Chatbase degan programma uchun ham to'layman. O'shani kiritib qo'yaman har oy va sanasini ham yozib olaman, qaysi sanada necha pul yechib olishini. Shunda sizda pul yechib olganda shok emotsiyasi bo'lmaydi va siz har doim bilasiz nechinchi sanada qancha pul yechib olishini qaysi ilova. Вот, дальше jamg'armalar section kelyapti. Bu yerda har xil jamg'armalaringizni yozib chiqsangiz bo'ladi. Например, jamg'arma nima degani? Bu omonatda bor pulingiz yoki просто kartada yig'sangiz kartadagi pulingiz yoki nalichkada yig'sangiz nalichkada qancha pul jamg'armangiz borligi. Men omonatda pul yig'aman, chunki omonatimni nomini yozib chiqaman, bank nomini. Например, nechtadir bankda omonat ochgan bo'lsangiz, har bitta bank nomini yozasiz va qaysi kun sizga o'sha foizini to'lash kunini ham yozib qo'yasiz. Men shuni qilaman, chunki bu ham udobniy. Qaysi kun qancha pul tushishini siz bilib turasiz har doim. Допустим, o'zi sizda jamg'arma qanaqa jamg'armalar bo'lishi kerak? Mana bu yerda tablichkada yozilgan. Favqulodda jamg'arma degani qora kun uchun jamg'arma. Допустим, pensiya uchun jamg'arma, uy uchun depozit, bayram uchun podarkalarga qanaqadir jamg'arma, avtomobil sotib olish uchun jamg'arma, qanaqadir katta xaridlar uchun, ta'lim uchun sovg'alar va hokazo. То есть pulingizni bitta katta joyda emas, har xil bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Например, bankda har xil vkladlar ochib qo'ysangiz bo'ladi, har xil omonatlar ochib qo'ysangiz bo'ladi yoki har xil bankda bitta omonat ochsangiz, sizda уже strukturировано bo'ladi. Допустим, bu bankdagi omonatim черный день uchun pulimni yig'ishga, bu bankdagi omonatim kelajak uy sotib olish uchun pul yig'ishga, bu bankdagi omonatim sayohat uchun jamg'arma va shunaqa qilib bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Bir xil banklarda omonatda переименование qilish funksiyasi ham bor, o'sha yerga ham yozib qo'ysangiz bo'ladi. Maqsadingizni raqamini ham yozib qo'ysangiz bo'ladi. Например, sayohat uchun 50 million so'm va siz har kuni ko'rib turasiz, sizga qancha pul qoldi yig'ishi shu 50 millionga kelishga. Dальше oxirgi section bu qarz sectioni. Agar sizda qanaqadir kreditlar, qarzlar, shaxsiy qarzmi yoki biznes kredit bo'lsa, shuni hammasiga yozib chiqasiz. Рассрочканgiz bo'lsa ham shu yerga yozasiz. Va shu hamma sectionlarni to'ldirganingizdan keyin siz уже ko'zingizni oldingizda полный kartinka ochiladi. Na samом деле qancha pulingiz bor, qayerga ketib qolyapti ko'proq, qancha qarzingiz bor. Shuni уже bu siz realnostda принимать qilasiz уже. Psixologически hozirgi realnostingizni qabul qilasiz.
Har doim решение проблемы начинается с принятия ее deyishadi ko'p psixologiyada. Shuning uchun siz bu hamma jadvalni zaполнить qilganingizdan keyin rostdan ham qancha pulingiz borligini bilasiz. Chunki ko'plar o'ylaydi, "Men ko'p pul topyapman-ku, значит menga yetadi". No, ular qaramaydi, что расходы topayotgan puldan даже ko'payib ketyapti, допустим-da. Va sizga bu jadval shuni ko'rishga yordam beradi. Hammasini zaполнить qilganingizdan keyin chap tarafda 50-30-20 degan section ham bor. Bu shunaqa butun dunyo bo'yicha qoida bor. Siz o'zingizni daromadingizni 50%ni sizni needslaringizga ketkazasiz. То есть kerakli narsalarga. Bu degani uy, ijara, ovqat, suv, mana shunaqa bazaviy basic narsalarga. 30%ni wants ga ketkazasiz. То есть qanaqadir xatelkalaringiz uchun, shopping, kosmetika, там путешествие, kafe, restoran, там kino, shunaqa narsalarga. 20%ni jamg'arma uchun ketkazasiz, kelajak uchun. То есть daromadingiz 20%ni omonatga qo'yib qo'yasiz yoki просто yig'asiz qayerdadir. Вот, shu qoida bo'yicha bu tablichka sizni daromadingizdan kelib chiqib, o'zi avtomat tarzda taqsimlab beradi sizni daromadingizni qancha foizini nimaga ketkazishingiz mumkinligini. No, bu foizlar hammada o'zgarishi mumkin. Допустим, kimdir 50%ni jamg'armaga solib qo'yadi. Chunki, допустим, ota-onangiz bilan yashayotgan bo'lsangiz, sizni rasxodlaringiz unaqa ko'p bo'lmaydi. Siz uy uchun to'lamaysiz, kommunal uchun to'lamaysiz, produktiga to'lamaysiz va sizda bo'sh pullaringiz ko'p bo'ladi. Shu hammasini, допустим, 50% dan ko'prog'ini siz откладывать qilsangiz bo'ladi jamg'armaga. Shu momentdan maksimalni foydalanib qolib. Undan keyin pastida oylik maqsadlar degan joyi bor. Bu yerda любой maqsadingizni yozsangiz bo'ladi. Raqamda yoki просто so'z bilan. Например, bu oy faqat bitta kiyim olishni o'zimga maqsad qilib qo'yganman. То есть ko'p narsa olmaysiz va faqat kerakli narsani ko'rib turasiz. Yoki bu oy допустим 5 million so'm yig'moqchiman, jamg'armamga solib qo'ymoqchiman. Shunaqa deb yozsangiz ham bo'ladi. Va hammasini to'ldirib bo'lganingizdan keyin oxirida jami degan joyda sizning daromadingiz chiqadi, byudjet, hozirgi holat va qolgani. Shu qolgan summa bu delta deb nomlanadi. To есть sizning bo'sh pulingiz. Sizni daromadingizdan hamma xarajatlaringizni minus qilganingizda, sizda shu delta bo'sh pulingiz qoladi. Bu bo'sh pulni siz уже investitsiya va jamg'armangizga solib qo'ysangiz bo'ladi degani. Bizning maqsadimiz maksimalni xarajatlarimizni kamaytirish va maksimalni daromadimizni ko'paytirish. Shunda bizning deltamiz ko'payadi va jamg'armaga ko'proq pul solib qo'ya olamiz. Хотя бы shu jadvalni oyda 2 marta zaполнять qilishga boshlaganingizdan keyin sizda уже ancha o'zgarishlar bo'ladi. Moliyaviy holatingizda хотя бы tushunishni boshlaysiz, pulingiz bilan вообще nima bo'lyapti. Shuning uchun hammaga tavsiya qilaman, agar даже meni tablichkamni sotib olmasangiz ham, o'zingiz uchun yozib olsangiz bo'ladi. Zametkadami, Notiondami, Worddami, Exceldami farqi yo'q. Просто siz shuni ko'rib tursangiz va yozib tursangiz bo'ldi. Meni tablichkamni qulay tomoni, bu yerda уже hamma narsa Excel formula orqali avtomatik ravishda ishlaydi. Siz o'zingiz kalkulyatorda o'tirib hech nima qilishingiz shart emas. Va privatniy kanalimda community bor, kommentariyda savollar bersangiz bo'ladi, tushunmagan joylaringizni va mendan eksklyuzivniy informatsiya olsangiz bo'ladi. Pulni qayerga investitsiya qilish, qanaqa qilib ko'paytirish va passiv daromad yaratish haqida eksklyuzivniy informatsiya. Itak, men pulimni qanaqa qilib taqsimlayman? Oylik olganimdan keyin yoki любой joydan daromad olganimdan keyin men birinchi очередь omonatimga kirib, o'sha pulni ko'p qismini omonatimga qo'yib qo'yaman. Chunki agar sizni hamma oyligingiz, daromadingiz просто kartada tursa, siz o'ylaysiz, sizda shuncha pulingiz bor va uni xohlagan joyingizga ishlatib yubora olasiz. Agargina siz uni сразу omonatga qo'yib qo'ysangiz, siz birinchi очередь o'zingizga to'laysiz va kartingizda уже ozgina pul qoladi va sizga уже miyangizga signal bo'ladi, men faqat shu pulni ishlata olaman deb. Например, shunaqa omonatlar bor, gibkiy omonat, uni har doim to'ldirib tursangiz bo'ladi va любой kerakli moment yechib olsangiz ham bo'ladi. Например, men Asakada o'zimning bankimda ochganman. Online degan omonati bor. Bemalol telefondan ham ochsangiz bo'ladi. Xohlagan paytingiz pul kiritsangiz bo'ladi. 100 ming so'mdan даже boshlasangiz bo'ladi. 100 ming so'm qo'yib qo'yasiz, sizga уже bir oyda 1 ming qanchadir pul keladi. 1 million qo'yasiz, уже 10 ming so'm keladi. 10 million qo'yasiz, уже 100 ming so'm keladi и так далее. Shu ko'p yig'ilib, сложный protsent bo'yicha kapitalizatsiya bo'lib ko'p yig'iladi. Сложный protsent nimaligini Google'da o'qib olsangiz bo'ladi. Undan keyin o'zingizga maqsad qo'yishingiz kerak. Men bir yilda faqat 12 ta narsa olaman, допустим. Faqat 12 ta kosmetika olaman. Shundagina sizda shopogalizm rivojlanmaydi va siz точно maqsadingizni bilasiz. Keyingi videomda nima narsalarni men boshqa xarid qilmayman degan video chiqarmoqchiman. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariy qoldiringlar va men shu videoni olaman. O'zimga yana bitta chashka кофе qildim. На этот раз cappuccino. Это неправильно, кофе kamroq ichish kerak. Так, endi va nihoyat Q&A sessionga o'tamiz. Значит, birinchi savol. Pulni qanday ekonom qilib tezroq yig'ish, qo'shimcha daromad to'g'risida ham ayting. Birinchi очередь siz pulingiz qanaqa xarajatlarga ketib qolganini tushunishingiz kerak. To есть yozib chiqasiz, nima uchun va qancha pulingiz ketyapti. Shundagina nimada tejab qolish mumkinligini siz aniq ko'rasiz va уже kamroq ishlatishni boshlaysiz. Va уже aytganimdek, o'zingizga limit qo'yishingiz kerak. Допустим, bir oyda faqat 8 marta ko'chaga chiqib ovqatlanish bo'ldi.
Qo'shimcha daromadda har xil variantlari bor. Hozir tем более 21-asrda shuncha ko'p imkoniyat bor. Shuncha sizda internetda bepul informatsiya bor, internet bor, sun'iy intellekt bor. Bu orqali juda ko'p daromad qilsa bo'ladi, agar boshlasangiz bo'ldi. Blog ochib, blogingizni monetizatsiya qilsangiz bo'ladi. Blog orqali qancha variantlar bor pul topishni. Sizga reklamaga pul to'lashligi mumkin. Har xil brend, kompaniyalar yoki o'zingizni produktingizni sotsangiz bo'ladi. Agar ingliz tilidan o'qituvchi bo'lsangiz, darslaringizni ko'proq sotsangiz bo'ladi. Ko'proq odamlarga sotsangiz bo'ladi. UGC content qilsangiz bo'ladi. Digital product sotsangiz bo'ladi. Agar ko'proq ma'lumot olishni xohlasangiz, именно sizni кейsingiz bo'yicha konsultatsiyamga kelsangiz bo'ladi. Sizni blogingizni полностью разбор qilamiz va blog orqali qanaqa qilib pul topish haqida gaplashamiz. Qo'shimcha daromad bu side hustle deb nomlanadi. Yana qanaqa side hustle qilishingiz mumkin. Продажа не нужно, то есть kerak emas narsalaringizni sotib yuborsangiz bo'ladi. Bu ekologiya uchun ham yaxshi va sizni cho'ntagingizga ham yaxshi bo'ladi. Kiymayotgan kiyimlaringiz bormi, kosmetikangizmi, aksessuarlaringizmi, просто так changib yotgandan ko'ra, lучше u kimdirga foyda olib kelishi mumkin. Любой platformada OLX, Telegram kanal bir-birida sotib yuborsangiz bo'ladi. Mani o'zim ham разбор garderoba degan kanalim bor. Hamma kerak emas kiymayotgan kiyimlarimni, kosmetik aksessuarlarimni o'sha yerda qo'yib boraman. Havolasini ham bioda qoldiraman. Telegram kanalda qarab chiqib, menga yozsanglar, mana o'sha narsani sizga Yandex dostavkadan jo'natib boraman. Undan keyin aytganimdek content creation bo'yicha pul topsangiz bo'ladi. Freelancing qilsangiz bo'ladi. Freelance nima degani, допустим, agar siz mobilograf bo'lsangiz, qaysidir kompaniyada ishlaysiz, ularga video yasab berasiz. Siz xuddi shu ishni boshqa kompaniyalar uchun ham qilsangiz bo'ladi. Просто yozasiz, mani ismim bla bla bla, men shunaqa ish qilaman, mani portfolioyim. Xohlasangiz sizga bepulga video yasab beraman. Agar yoqsa, dальше siz bilan ishlaymiz deb o'zingizni uslugingizni предлагать qilsangiz bo'ladi. Agar siz qayerdadir o'qituvchi bo'lsangiz, учебный centrda yoki universitetda siz qo'shimcha o'zingizga individualniy onlayn darslar olsangiz bo'ladi, o'quvchilar olsangiz bo'ladi va hokazo. Siz hozir qilayotgan ishingizni любой boshqa joyda freelance qilib o'zingizni uslugingizni предоставлять qilsangiz bo'ladi. Undan keyin teaching, tutoring, ya'ni dars berish. Agar, например, siz qaysidir boshqa ishda ishlaysiz, bankda ishlaysiz, lekin siz ingliz tilini zo'r bilasiz. Shu navikingizni siz monetizatsiya qilsangiz bo'ladi. Ya'ni e'lon berasiz, допустим, любой platformada, OLX-danmi va hokazo va o'zingizga o'quvchilar olib, ingliz tilidanmi, rus tilidanmi dars bersangiz bo'ladi. Любой narsadan, matematika, fizika, literatura nimani yaxshi bilsangiz, shuni o'qitsangiz bo'ladi. Bu ham sizga qo'shimcha daromad bo'ladi. Undan keyin cashback, hamma biladi, o'sha soliq ilovasi bor. Любой xaridingizdan 1% sizga qaytib keladi. Допустим, oyiga men 80 ming, 100 ming yechib olaman hattoki bir xilada. O'sha fiskal chekni QR kodini skanerlab, o'sha hamma cashbacklaringizni yig'ib borsangiz, sizga o'sha ilova orqali cashback tushadi va shunaqa bank kartalari bor. Любой xaridingizdan, fizik karta orqali xaridingizdan 1% qaytarib olsangiz bo'ladi va undan ko'proq. Например, TBC kartasi, Salom kart bor. Это не reklama, men o'zim shu kartani ishlataman va menga har oy qanchadir cashback qaytib keladi. Fevral oyida menga 115 ming so'm qaytib keldi, просто men karta bilan расплачиваться qilganimga. Так, дальше проценты с вкладов, то есть omonatlardan foizlar. Agar siz omonat ochib qo'ysangiz, sizga har oy foiz kelib turadi. Bu sizda passivniy dohodingiz bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha passiv daromadingiz bo'ladi. Qancha ko'p pul qo'yursangiz, jamg'arursangiz, shuncha ko'p sizga qaytib keladi. Qanaqa pul yig'ish bo'yicha siz kichkina summadan bo'lsa ham boshlashingiz kerak. Siz o'ylaysiz, hozir pulim yo'q, men nimani yig'aman deb o'ylaysiz. No, bu noto'g'ri fikr. Хотя бы 5 ming so'm, 10 ming so'mdan bo'lsa ham boshlang. Minimalniy omonatga qo'yish bo'lgan summa в среднем 100 ming so'mdan boshlasangiz bo'ladi. Просто lishniy pulingiz bo'ldimi, qo'ying. 100 ming so'm qo'ydingiz, sizga уже bir oydan keyin 1 ming so'm qaytib keladi. Qancha ko'p qo'ysangiz, shuncha ko'p yig'ilib ko'proq qaytishi boshlaydi. Искусство маленьких шагов degan narsa bor. Ya'ni kichkina narsadan boshlaganingizda, u keyin kattaroq уже bo'ladi. Keyin siz уже kattaroq summa yig'ganingizdan keyin qarab olsiz, sizga уже просто так $100 kelyapti. Sizni omonatingizdan. Siz hech nima qilmaysiz, yotasiz, xohlasangiz, отдыхать qilasiz. И sizda bu passivniy daromad bo'ladi. То есть sizni pulingiz siz uchun ishlab beradi va sizga passiv daromad olib keladi. Уже ko'ryapsiz va sizda уже azart paydo bo'ladi. Ko'proq yig'ish, чтобы sizga ko'proq passiv daromad kelishi uchun. Va agar siz pulingizni omonatga qo'ymasangiz, bizda inflyatsiya degan narsa bor. Har kuni sizni pulingizni qiymati sekin-sekin pasayib boradi. Например, oldingi yil bizda nonni 3 ming so'mga olgan bo'lsak, bu yil уже non 4,5 ming so'm, to'g'rimi? Например, men точно bilmayman, примерно aytaman, hozir non qancha turishini ham bilmayman. Pulingizni inflyatsiya просто yeb qo'ymasligi uchun, хотя бы shu uchun siz uni omonatga qo'yib qo'yishingiz kerak. Chunki agar просто kartada yotadigan bo'lsangiz, mana siz 10 million yeb qo'ygan bo'lsangiz, keyingi yil bu pulingiz уже 9 million bo'ladi. Chunki inflyatsiya pulingizni yeb qo'ygan bo'ladi. Здравствуйте. Как эффективно вложить накопления для пассивного дохода с минимальным риском потери их покупательной способности? И какие из них подходят начинающему инвестору? Самый базовый, банальный инструмент для пассивного дохода на данный момент в Узбекистане – это вклады, банковские вклады.
У них риска почти нету, до 200 миллионов сумм ваших денег государство гарантирует, застраховано государством. То есть вдруг, если с банком завтра что-то случится, и если у вас есть в этом банке до 200 миллионов сумм в вкладе, государство вам их полностью вернет, если с банком что-то случится. То есть никаких рисков тут нету, и доходность очень даже высокая. У нас в среднем вклады дают от 20% годовой доходности, что намного-намного выше, чем в других странах. Например, даже в UK, в Великобритании, у них вклады дают максимум 0, сколько-то процентов. И я считаю, что нужно воспользоваться этой ситуацией, пока наши банки позволяют такой доход. Есть гибкие вклады, где вы можете в любой момент вытащить деньги со своего вклада с условием того, что там остается какая-то минимальная сумма, например, 100 тысяч сумм. Все остальные деньги вы можете вытащить в любой момент, если они вам понадобятся. Если они вам не понадобятся, просто будете их держать там и каждый месяц, допустим, докладывать какую-то сумму. То есть вы можете постоянно пополнять этот вклад. Это называется гибкий вклад. Есть вклады, где вы не можете снять деньги и не можете докладывать. В общем, там вам нужно чекать у каждого банка свои условия вкладов. Есть такие инструменты, как недвижимость, но там уже более высокий порог входа, есть там нюансы, допустим, есть риски. Есть такой инструмент, как акции, фондовый рынок и так далее. Там тоже уже риски выше, чем в банке. Поэтому, если вы только начинаете, у вас есть лишние несколько сумм, даже можно начать, как я уже сказала, со 100 тысяч сумм. Если у вас есть лишние 100к, просто возьмите, откройте онлайн-вклад. В любом банке есть сейчас функция, чтобы открыть онлайн через приложение. Положите туда первые 100 тысяч сумм и посмотрите, что произойдет через месяц. Потом уже далее 200 тысяч, 300, 500, миллион, 5, 50 миллионов и так далее. У вас будут копиться ваши деньги и приносить пассивный доход. Здравствуйте, откладываете наличными или вклад онлайн? Конечно же, онлайн во вкладе. Я очень редко использую наличные деньги, потому что они неудобные, я не могу их отслеживать. Допустим, у меня нет статистики, да, сколько денег куда уходит, вы не можете это отследить. И в целом, когда вы видите свои деньги на экране, вам легче их структуризировать и легче инвестировать в онлайн-вклады. Я использую онлайн-вклад в Азакабанк, он так и называется, онлайн. Потому что когда вы расплачиваетесь, допустим, когда вы расплачиваетесь физической картой, у физической карты намного больше плюшек, чем у налички. Вам приходит несколько процентов кэшбэка, вы можете получать скидки с помощью некоторых карт, вы можете получать более 1% кэшбэка с помощью приложения Solex, при помощи специальных карт от банков есть привилегии, кэшбэки, скидки и так далее. Также есть такие карты, где вы можете получать 12% на остаток по карте. То есть просто за то, что вы держите деньги на этой карте, вам капает 12% с ваших денег. Это как вклад, но на карте. Конечно, там проценты уже немножко другие, чем в вкладе, но все равно очень даже выгодно, я считаю. Поэтому, если сравнивать наличку и карту, конечно же, карта. Kreditная карта ishlatasiz-mi, yo'qmi, ishlatmayman. Umuman bilaman, что kopla kreditniy kartani pulini ishlatib, o'zini pulini omonatga solib qo'yadi va uni puli ishlab turadi. И u kreditniy kartani бесплатный периодini ishlatib, o'zini расходlariga pulini ishlatadi. Но man ishlatmayman. Ну, agar sizlarga bu qulay deb bilsanglar, это ваше мнение. Что делать, если расходов много, а доходов мало? Много работать. Искать дополнительные источники дохода. Сейчас, в 21 веке, очень много возможностей. Вы можете зарабатывать онлайн, можете зарабатывать с блога, можете YouTube, TikTok, они все выплачивают вам деньги за то, что вы просто делаете видосики. Вы можете зарабатывать через рекламные интеграции, UGC-видео, можете обучать онлайн учеников тому, чему вы знаете уже сами. Вот. Просто искать дополнительные источники дохода и копить деньги, создавать для себя пассивный доход. Есть такое золотое правило: максимально уменьшаем расходы и максимально увеличиваем доходы. Чтобы максимально увеличить доходы, мы ищем дополнительные источники дохода. Чтобы максимально уменьшить расходы, мы смотрим, на какие категории сколько денег у нас уходит, и смотрим, какие можно сократить, какие можно вообще убрать и так далее. Например, я больше не делаю маникюр, я не делаю никакое ламинирование, не наращиваю ресницы, потому что я поняла, что это просто одноразовые процедуры, которые через месяц они у вас отпадут, эти ногти, ресницы и так далее. Поэтому я сейчас для себя не вижу смысла каждый месяц тратить больше миллиона сумм просто для того, чтобы у тебя месяц были вот эти искусственные ресницы там и так далее. Самое лучшее — это ваша натуральная красота, девочки. Поверьте, как бы это банальное клише не звучало, натуральные ногти, ресницы, брови — это всегда выглядит дорого и красиво. Мне нужно накопить $2000 с зарплаты, с 7 лямов за год. Возможно ли это? Конечно, возможно. Если вы захотите, вы можете и за месяц это накопить. Главное правильно распределять зарплату. Я считаю, что с любой зарплаты, с любого дохода можно хорошо накопить. Есть люди, которые очень много зарабатывают, но у них вообще не получается копить. Есть люди, которые очень мало зарабатывают, но они копят больше денег, чем первый человек. Представляете? Это все зависит от ваших привычек и мышления. В первую очередь вы должны воспользоваться табличкой моей или своей, без разницы. Выпишите все свои расходы и доходы, чтобы вы понимали, сколько вообще у вас денег есть, остается, чтобы копить. Максимально уменьшайте свои расходы там, где это можно.
Также ищите дополнительные источники дохода и создайте себе и используйте инструмент, который называется банковский вклад. Я уже до этого объяснила, что и как делать. Главное здесь дисциплина. Допустим, сделайте себе цель. Каждый месяц я коплю 20% от своей зарплаты. Выпейте меньше кофе, покушайте меньше еды на улице, купите меньше одежды, купите меньше косметики себе, но отложите эти деньги в онлайн-вклад, допустим. Продайте свои ненужные вещи, отложите деньги, и потихоньку эти деньги начнут работать на вас, и этот процент, который вы накапал, вы можете обратно реинвестировать в этот же вклад. Даже если у вас есть свободно 50 тысяч в месяц, отложите, вы потом не заметите, как эти маленькие-маленькие деньги собираются и превращаются уже в большую сумму. Как избавиться от импульсивных покупок? Вы должны понимать, что деньги, которые вы тратите на какую-то вещь, это не деньги, а время вашей жизни. То есть посчитайте, сколько стоит час вашей жизни. Разделите свою зарплату на 30 дней и еще разделим на 8 часов, допустим, да, если вы работаете 8 часов. И у вас выйдет сумма, которую вы зарабатываете за час. И теперь представьте, если какая-то футболка стоит 400 тысяч, готовы ли вы пожертвовать одним днем своей жизни, чтобы купить эту футболку, допустим? Или это просто ненужная вещь для вас, просто маркетинг какой-то, трендовая вещь? И каждый раз до того, как вы покупаете какую-либо вещь, подумайте, сколько раз вы будете ее использовать. Если это действительно какая-то универсальная, нейтральная вещь, допустим, да, которую вы можете несколько раз использовать, комбинировать, допустим, если это одежда, уже вы дальше принимаете решение. Также, чтобы у вас не было импульсивных покупок, вы должны составить себе лист вещей, которые вам нужно обязательно купить за год. Допустим, 12 вещей за год. Первый месяц я покупаю такую-то вещь, второй месяц это. То есть, если этой вещи, которую вы хотите купить, нет в вашем списке, соответственно, мы ее не покупаем. И до того, как купить какую-либо вещь, мы думаем несколько дней, если надо, недель перед покупкой. То есть, вы увидели в магазине какую-то крутое платье, вы приходите домой, и вы это сначала перевариваете. Сколько раз я надену это платье? Могу ли я это комбинировать с другими вещами, допустим, чтобы создать какой-то другой лук? Или я это платье одену 2 раза на свадьбу, и оно будет пылиться в шкафу? Мы это все думаем, рассчитываем. Есть такая вещь, то, что вы цену за какую-то вещь делите на количество, сколько раз вы будете использовать эту вещь. Допустим, если какая-то кофта стоит $100, но вы эту кофту будете очень часто носить, например, 100 раз вы ее проносите за год, это значит, что эта кофта вам обойдется в $1, так как вы будете очень часто ее использовать. Но если эта кофта стоит $100, и вы ее оденете всего лишь 2 раза в год, соответственно, эта кофта для вас обойдется $50 каждый раз. На этом все. Agar sizlarga bu video yoqqan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosing, obuna bo'ling va любой kommentariy qoldiring. Emoji yoki xohlagan narsangizni yozing. Va keyingi videolarim nima haqida bo'lishini xohlaysiz, тоже izohlarda yozib qoldiring. Hammaga rahmat. Bye bye.